ekiladi. Ha? Masalan, manu daraxtni cho'ng, kichik, mevaga erta kech solishiga manu rol o'ynaydi. Shunga ko'ra, bu sort o'sha sort. Nimaga qiyishtirsang ham o'sha sortcha qoladi. Shunlar, qaysi podvoyga bo'lsa. Endi manuni ko'mib tashadilaring. Maytdan, tuproqda ko'mdinglar, ko'msalaring maytdan tomir olishi mumkin. Shunga ko'ra, tomir olib qolsa, manu masalan niska rostliroq, o'sa kichik bo'la turgan. Manu o'zi rosa cho'ng bo'la turgan daraxtda o'zi. Manu qarmab turadi-da, buni cho'ngayib ketmaysa-da. Shunga ko'ra, manu tomir olib ketsa, cho'ngayib ketadi. Buni o'zini tomirida qilib qo'yganim bilan birda cho'ngayib ketadi. O'saveradi, kerak bo'lsa meva ham qilmasdan o'saveradi. Shunga o'sha uchun bu отдельно turish kerakki, mani tomir olmasligi uchun. Tomirni kuchi ketib qoladi ekanda. So'raganlarga o'shanda tushuntirib qo'ysanglar bo'ladi.